Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Anchadan beri video chiqarganimiz yo'q edik. Mana polistrol lombozlar boshlab oldik, xudo xolasa mana. Mana shu holatda bo'lyapti mana. Xudo xolasa inshaalloh Suxoyni ham boshlaymiz. Suxoyni ham kanalga qo'yib boramiz hozir. 5 sant bo'lyapti, usta? Ha, 5 sant. Atcha ortiqroq bo'lsa ziyoni yo'q. Dehqonchilik o'zimizdan. 650 mingdan mana shu tayyor holatini qilib beryapmiz. Xudo xolasa Suxoyni boshlab olamiz, keyin O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishda davom etamiz. Yaxshi arasi bu. Mana bu tomonda rombozlarimiz karada ko'tarib berishgan. Bu tomonda bloklarimiz. Ishchilarga sharoit qilishda davom etyapti. Xudo xolasa betlar. Ofis, mehmonxona, oshxona, yotoqxona, ovqatlanadigan xona, hammom, tualetlar bilan bo'lyapti shu. 40 metr joyga shu narsalarni tushyapti. Ba'da mana polistrol, gaza bloklarimiz po'kopka holatda. Nodir akamning Kiyasi mana yetkazib beryapmiz. Ba'da po'kopka holati. Ichkarida bolalar keshishyapti. Ish qizg'in davom etyapti. Ba'da mana Ilyos ukamiz bu tomondan davom etyapti mana. Yaxshi arasi bu.